shaharda yuragida yashayman siz mana shu xonadonni sotib olishingizga to'g'ri keladi. Sababi qarang, lokatsiyadan zo'rligini qarang. Yo'lda yuzi ro'para Trustbank, Meridian klinika, bu tomonimizda esa Safiya yashilliklari, Mibti ko'chasi, xullas lokatsiya juda ham zo'r bo'lgan joyda, yo'lda yuzida joylashgan 5 qavatli yangi qurilgan binoni 3-qavatdan zo'rsa 2 xonali 58 va 7 kvadrat maydonga ega kvartira sotilyapti. Qarang. Bu birinchi xonasi. Ko'rishingiz mumkin holatlari kosmetik holatda, faqat ichida qarovsiz qolgan ekan, derazalari ochiq qolib, ozgina chang bo'lib ketgan. Yo'lda yuziga qaragan romlari ham qarang, eng zo'r tarafi shu. Bu tomonni ko'rishingiz mumkin, sanuzel. Oxirigacha bu tomon tugallanmagan. Bu tomoni asosiy tashqaridan kirish qismlari, koridor, patrullar baland pishig'ishda bo'lgan. Bu tomoni oshxona qismlari. Ko'rishingiz mumkin, bu tomonda esa ikkinchi xonasi joylashgan. 2 xonali kvartira 3-qavatda joylashgan. Yangi qurilgan dom. Shahar markazida lokatsiya juda ham zo'r. 58 va 7 kvadrat foydali maydonga ega. Narxi esa 30 ming dollarga srochniy baholanyapti. Tezda sotiladigan va tezda bosib yuboradigan joy do'stlar. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Bizga obuna bo'lib qo'ying, sizlarga bundan zo'rlarni ulashib boramiz.